Avvalambor assalomu alaykum. Tabrik uchun rahmat. Juda ham xursand bo'ldim. Rossiyada birinchi kubok qo'lga kiritganimdan. Lekin bu o'yindan keyin sirazi juda muhim o'yin bor edi. Sibirniyda tayyorlanishni boshladim. 5-kuni juda ham muhim o'yin kutib turibdi O'zbekiston terma jamoasini. O'zbekiston tarixidagi eng muhim uchrashuvlardan bittasi desam bo'ladi. Bizning vazifani bajarishimiz kerak. Sharja, Abu-Dabi aeroportlarida muxlislar va jurnalistlarda biroz muammo bo'lyapti. Yoqqa yetib kelishda aeroportda sal qiyinchiliklar yuzaga kelyapti. Buni futbolchilar his etib turibdimi? Va internetda o'qib ko'rib turibmiz. Baribir u yoqimsiz holat, lekin bu bizga hech qanaqa ta'sir qilmasligi kerak. Chunki bizda ish maydonda muxlislarimiz ko'proq bo'lsa bizga yaxshi, lekin maydonda ularni yutib, ularga ko'rsatib qo'ysak, ikki barobar alam qiladi. Rossiya Kubogidan so'ng albatta yetib o'tdik. Xudo xolasa 5-da Jahon chempionati yo'llanmasini hal qilamiz deb. Nima deb o'ylaysiz? Bu o'yin biz uchun qanchalik qiyin yoki oson darajasi? Har bir o'yin qiyin. Bu saralashda men oson o'yin ko'rmadim. Masalan, oson bemalol yutgan o'yinni o'zi ko'rmadim. Chunki har bir o'yin 3 ochko beradi. Hamma bilib turibdi, bu muhim o'yin, lekin bunaqa perenastroy ham qilish kerak emas. Masalan, muhim deb ko'p o'ylab olsangiz, perenastroy bo'lib o'yiningizga ta'sir qiladi. O'shaning uchun normal yondashish kerak va vazifani bajarish kerak bo'ladi. Rahmat kattakon. Xudo xolasa, ba safaridan Jahon chempionati yo'llanmasini qaytamiz.